Brilliantlarimiz navbatdagi yana bitta kuchli direktorim, har doim bu qizimni taniysizlar, sizlarga eng zo'r motivatsiya bilimlar beradigan o'sha Tosh va Nigora bugun Moskvada, tushunasizlarmi? Lekin bitta o'zi emas, eri bilan birga kelgan. Bir paytlar shu erlari yig'latib, Nigora ishlamaysan deganlarga mana yonida bugun Moskvaga kelib yuribdilar. Bugun Nigora ham sahnada, Moskva sahnasida 3000 ta butun dunyo bo'ylab konferensiyada sahnaga o'zini ko'rsata oldi. Bugungi yutug'ingiz bilan tabriklayman. Keyingi yil Xudo xohlasa sizga kamida brilliant zvaniyasida Moskva sahnasiga chiqishingizni tilab qolaman. Ozgina endi er-xotinlarda intervyu olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bu yutuqlarimda eng katta sababchisi siz deb o'ylayman va ikkinchi sababchisi mana yonimdalar. Har doim qo'llab-quvvatlab kelganinglar uchun va har doim ishlang bo'ladi, sizni qo'lingizdan keladi deganlaringiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men hech qachon o'ylamagandim Moskvaga shunaqa sahnalarda taqdirlanaman, e'tirofda bo'laman deb ham o'ylamagandim. Hamma asosan O'zbekistondan ishlash uchun, pul topish uchun keladigan bo'lsa, biza Faberlik kompaniyasi orqali faqatgina shunaqa millionlab cheklarni olishga, gullar bilan taqdirlanishga kelganmiz. Faberlikdan juda ham katta minnatdorman. Siz nima deysiz? Assalomu alaykum. Faberlikka rahmat deyman, Nigoraga rahmat deyman. Nigora sizga, siz Nigoraga. Shuncha yutuqlarga erishdim, malades. Qanaqa sahnaga chiqqaningizda hayajonlanish bo'ldimi? Bo'ldi, juda. Haqiqatan xotiningiz isbotladimi endi kompaniyada natijaga erishgan? Sizlarga omad tilayman. Tez kunda bundan ham yuqori zvaniyalarga erishishlaringga ishonaman.